Alloh azza va jalla Qur'oni azim musha'anda muborak oyatda shunday xitob qilib aytadiki: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Juma surasida Parvardigor olam aytadiki, bas qachonki namoz ado qilingach, yerda tarqalib Allohning fazli, rizqidan istayvering. Ya'ni mashg'ul bo'ling, rizqingizni toping. Namozni ado qilgach, namozni o'qib bo'lgach chiqib yana ishingizni davom ettiring. Allohni ko'p yod etingiz. Shoyat shunda najot topsangiz deydi Parvardigor olam. Qarang, Alloh taolo aytayaptiki, kun bo'yi ibodat bilan mashg'ul bo'lmagin. Alloh buyurgan ibodatni ado etdingmi? Kasb va kor bilan shug'ullan. Bola chaqangni rizqi bilan shug'ullan. Ya'ni Alloh taolo ibodatdan so'ng halol kasbga, halol rizq topishiga Alloh taolo buyuryapti, undayapti siz va biz ummatni, bashariyatni. Shunga buyuryapti. Demak, kasb va korga biz va siz avvalo o'zimiz qolaversa yoshlarni, farzandlarimizni yoshligidan o'rgatmoqligimiz kerak kasb va kor bilan, halol kasb va korga. Yo ilmga, yo halol kasb va korga yo'naltirmoqligimiz kerak.